Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi bilan hamkorlikda huquqiy madaniyat hamda jinoyat huquqi, jinoyatchilikni oldini olish mavzusidagi davra suhbat o'tkazildi. Hozir shu haqida. Tadbirda talabalar va universitetga biriktirilgan uyushmagan yoshlar ishtirok etishdi. Jamiyatda jinoyatchilikning oldini olishda har bir fuqaroning huquqiy savodxonligi muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, tadbir davomida talabalar huquqiy masalalar bo'yicha savollar berishdi va mas'ullar tomonidan batafsil javob olishdi. Hozirgi davrda bilamizki, talabalar o'rtasida huquqbuzarliklarni kuzatish mumkin va ularni bartaraf qilish uchun shu jinoyatni qilib emas, undan oldin profilaktik suhbatlarda o'tkazish. Shuning uchun ham universitetimizga bugun organ xodimlar, prokuratura xodimlarini biz chaqirdik. Bizning universitetimizda rektoriga biriktirilgan yoshlarimiz bor. Bu mahalladan biriktirilgan yoshlar bilan ham muntazam biz ishlab boramiz va ulardagi o'zgarishlarni, ular ham o'qish kerakligini va qo'shimcha bizning universitetimizning professor o'qituvchilari ularga alohida chorshanba kuni darslar tashkil qilib berishdi. Ularga hattoki kompyuter savodxonligini o'rgatilgan holda ularga notebooklar ham berildi. Asosiy maqsaddan biri bu yoshlar o'rtasidagi shu uyushmagan yoshlarni jipslashtirish va bular orasida rivojlanib borayotgan jinoyatchilikni oldini olib bartaraf qilish turadi. Shu yuzasidan mana bugun kundagi hozir mana yoshlar bilan ko'rishdik, ularning muammoli masalalarini muhokama qildik va kerakli qonundagi o'zgarishlar bo'yicha tushuntirishlar berib o'tdik. Tadbir yakunida universitet tomonidan uyushmagan yoshlar moddiy rag'batlantirildi. Bu kabi davra suhbatlar yoshlar orasida huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.